Tug'ilgan kuning bo'lsa ham qiyindek. Voy, bu shuncha esimizlar. Voy. Rahmat kattakon. Oyijon, assalomu alaykum. Rahmat kattakon. Kelinglar, maza qilib o'tiramiz. Menga qara. Soat necha bo'lgan bilasanmi? Hali ham nonushta tayyor emas. Nima qilish o'qi? Nima qilding? Men ishga kech qoldim, tushuntsam, bor tez-tez nonushta tayyorla. Voy, kelin poshsha. Akajon. Hali ham nonushta tayyor emasmi? Nima balo uxlab qoldingizmi? Mana shu imillashingiz ketidan bolam bechora ham nonushta qilmasdan ketdi. Bo'la qoling, imillamasdan. Ha, aytgancha. Men bugun Shohida xolangiz tug'ilgan kun. Bir borib yo'qlab kelaman, tabriklar. Xo'pmi? Xo'p, oyijon, tabriklab qo'ying. Yaxshi o'tiring, bilib ishlaringizni qiling. Bugun hamma yaqinlarim tabriklashdi. Yaqinlarim, dugonalarim hamma tabrikladi. Lekin eng kutganim qaynonam bilan turmush o'rtog'imdan bir og'iz tabrik eshitmadim. Nahotki qadrim shunchalik bo'lsa. Kelin poshsha. Voy, namuncha shuncha chaqirsam ham eshitmaysiz, ha? Qulog'ingiz tom bitganmi? Uzr oyijon, eshitmay qoldim. Menga qarang, boring. Berish kelibdi tashqaridan. Bironta hujjatmi, biror narsani tashlab ketar ekan. Boring, olib qoling. Xo'p bo'ladi oyijon. Bo'ling. Voy! Vafodorim mani, ilk bahorim mani, fasling qo'msab Jonibdi, tug'ilgan kuning bilan. Voy, rahmat. faslingga to'ymoq tilagim. Hammasiga mana shu eringiz sababchi. Meni rol o'ylashga majbur qildi. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat oyijon. Fasling qo'msab Tabriklayman. faslingga to'ymoq tilagim. Sizga tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat. Menga chiroyli qizni shunchalik aqlli, oqila qilib tarbiya berganliklari uchun umrlari uzoq bo'lsin, minnatdorman. Rahmat. Qani qo'sha qaranglar bolalarim. Ilohi omin.